Mana dam olish maskanini tashqari tomoni, men hozir eshikni oldidan turib tushiryapman. Mana bu tomonini ko'rib turibsizlar, suv bor. Basseynimiz kattakon. 4 metrga 4 metrlik kattakon basseyn. Mana tapchanimiz bor, mana o'choqlar. Xo'p, pastga hojatxona, dush bor. Pastga daryo bor. Daryoga ham cho'milsa bo'ladi. Xo'p, hozir ichkarini ko'rsataman yotoqxonani. Xo'p, mana bu zalimiz, mana qaranglar. Zalimiz ham kattakon. 5 metrga 6 metr. Katta zal. Xo'p, bu tomonga posudalar bor. Xo'p, ikkita yotoqxonamiz bor, mana qaranglar. Ikkita yotoqxona. Yotoqxonalar ham kattakon. 3 metrga 4 metr kattakon yotoqxona. Mana derazalari bor. Xo'p, remontlari hammasi normalniy bo'lgan. Shinam yorug', quyosh tushib turadi. Ikkinchi xonani ko'rsataman. Mana bu xona ham 3 metrga 4 metr kattakon xona bu ham. Bemalol bu yerga ham yotib damni olsa bo'ladi. Plus kechqurun yotishga mo'ljallangan. Mana zalimiz. Bu zalimizdagi mana stol stulimiz ham 10 kishi ham mo'ljallangan. Xohlasa daraxt tagiga tashqariga olib chiqarib o'tirsa ham bo'laveradi. Men hozir tashqarilarni ham ko'rsataman. Kelish olib telefonlashib, iloji boricha zakolat berib bron qilib qo'ygan ma'qulroq bo'ladi. Kelgan odam sarson bo'lmasdan bemalol yaxshilab dam olaveradi.